Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bino inshootlar qurilishiga kirish fanimizni davom ettiramiz. Bugun 4-chi darsimiz, mavzuimiz fuqaro binolarning hajmiy tarixiy yechimlari, loyihalash sxemalari. Mavzuyimiz rejasi quyidagicha: bino tarixlari, qirqim loyiha haqidagi tushuncha, qavat balandligi va tasnifi, loyihalash sxemalari, turar joy binolari loyihalash sxemalari, jamoat binolari loyihalash sxemalari va sanoat binolari loyihalash sxemalari. Demak, birinchi rejamiz bo'yicha, demak, loyiha. Loyiha nima uchun kerak? Loyiha demak, e, biz tasavvurimizda bo'lgan, ya'ni amalga oshirmoqchi bo'lgan binoning tasavvurimizdagi ko'rinishini qog'ozda hosil qilamiz. Bu qog'ozni quruvchi qo'liga olib, u ya'ni tushunchalarimiz bir xil bo'lgandagina u loyiha bo'yicha ishlab, shu loyihadan foydalanib bino qurishi mumkin. Shu quruvchi demak bizni fikrimizni to'laqonli tushunish uchun buni biz qog'ozda aks ettiramiz. Qog'ozda aks ettirish uchun demak uni ko'rinishini berishimiz kerak. Ko'rinishini berishimiz uchun albatta uni sxematik holatini yaratishimiz kerak. Qancha sxemamiz ya'ni mukammal bo'lsa, bizga savollar shuncha kam bo'ladi, u tushunadi. Qanchalik ya'ni chizmamiz to'laqonli bo'lmasa, ya'ni savollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun loyiha o'sha quruvchiga to'g'ri yetkazib berishimiz uchun uni ma'lum bo'laklarga bo'lib olamiz. Ya'ni uni ko'ndalang kesimini beramiz, bo'ylama kesimini beramiz. Juda ahamiyatli joylarini alohida tugunlar sifatida ajratib ko'rsatamiz. Muhim joylarni yoki aytaylik, loyihada nafaqat devorlar bo'lishi mumkin, uni suv ta'minoti bo'lishi mumkin, elektr ta'minoti bo'lishi mumkin. Ularni chizmalarni alohida ajratamiz. Demak, loyiha mutaxassislar o'rtasida bog'lovchi, uni ya'ni o'z fikrini uzatib beruvchi, ya'ni yaqqol ko'rsatib beruvchi vosita. Shu vositani qanchalik to'g'ri bajarsak, bu vosita o'z vazifasini to'g'ri bajargan bo'ladi. U vosita demak qolgan mutaxassislarga tushunarli bo'ladi. Demak, tushunarli bo'lishi uchun biz tarhlardan, qirqimlardan foydalanamiz. Tarh nima? Tarh loyihalanayotgan binoning ko'ndalang kesimining qog'ozdagi proyeksiyasi. Mana shu chizmada ko'rinib turibdi. Demak, biz binoni xayolan kesamiz, ko'ndalang kesim. Shu kesimni soyasini, proyeksiyasini qog'ozga tushiramiz. Bu biz tarh deyiladi. Demak, endi kesimi qayerdan olinadi? Albatta, mumkin qadar ko'proq elementlarni o'z ichiga olgan sathdan kesiladi. Shu sath demak ko'proq yorqin. Agar u sath aytaylik, mana birinchi qavatni tarixi deydigan bo'lsak, biz eng ko'p elementlarni o'z ichiga olgan joydan kesamiz. Agar yo'q, biz alohida jihatlarni ko'rsatmoqchi bo'lsak, uni sathini ko'rsatamiz. Aytaylik, binoda fortishka bor, aytaylik 2 metrdan yuqorida, lekin biz binoni planni berganimizda qavat balandligida u ko'rinmaydi. Ko'rinishi uchun demak uni nima deymiz? 2.20 dagi kesim, ya'ni sathdagi tarixi desak, demak unda o'sha tushunarli bo'ladi. Demak 0 nuqtadan demak 2.20 metr ko'tarilgan joydagi kesim ekan deb tushunamiz. Umuman 0 nuqtasi qayerda bo'ladi? 0 nuqtasi binoning birinchi qavatining pol sathi 0 hisoblanadi. Ya'ni koordinata vertikal bo'yicha koordinata o'qining boshlanishi hisoblanadi. Demak, u 0. Albatta, ba'zi binolarda kirish ikki xil bo'ladi. Aytaylik, orqadagi kirish sathi past bo'lishi mumkin, oldidagi kirish sathi baland bo'lishi mumkin yoki demak asosiy kirish hisobga olinadi. Binodagi asosiy kirish qavatining birinchi qavatining sathi 0 hisoblanadi. Demak, undan yuqorisi demak oshib boradi, undan pastga esa kamayib boradi. Demak, tushundik. Demak, tarix deb nima aytilar ekan? Tarix bino loyihaning hayoliy kesimining qog'ozdagi proyeksiyasi tarix deyilar ekan. Albatta, shuning uchun eng ko'p elementlar qayda kesiladi? Qaydaki romning, masalan,
o'sha rom boshlangan sathdan kesilgan qismi ko'proq binoda e, elementlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun shundan kesamiz. Demak, tarix deyilar ekan o'zbek tilida, rus tilida plan. Ko'pincha loyihalar, arxitektura loyihalar ayer deymiz-a, plan deb yoziladi. Demak, plan ham demak rus tilidagi nomi. Endi mana oldinglarga bir namuna sifatida plan keltirganman. Mana devorlar ko'rsizlar. Mana parda devorlar, yuk ko'taruvchi devor hamda mana bu surma eshik, romlar. Demak, buni amaliyot paytida, loyihalash paytida mukammal o'rgatiladi. Mana bitta ahamiyatli joy bermoqchiman. Shuni binoni loyihada hamma narsa ko'rsatilganga o'xshaydi, lekin xatolik bor. Qanaqa xatolik? Aytaylik, sathlar ko'rsatilmagan. Shu bino qanaqa bino deb o'ylaysizlar? Ko'pincha kunduzgi bolalarga savol beraman, topisholmaydi. Sababi sathlar ko'rsatilmagan. Mana bu aytaylik, bu bino loyihasi moy almashtirish e, korxonasi. Mashinalarga xizmat ko'rsatishda moy almashtirish. Bu yerda mana bu ya'ni chuqur. O'sha chuqurga sath berilmagan. Mana u pol mana zinaning ko'tarilish yo'nalishi ko'rsatilmagan. Ikkita xato turibdi shu yerda. Shu ko'rsatilmagani uchun quruvchida savol bo'ladi. Bu nima deydi? Ha, shunaqa chuqur. Chuqur sathi qanaqa? Ko'rsatilmagan. Ko'ryapsizlarmi? Demak, biz loyihani qilar ekanmiz, hamma jihatlarni hisobga olib, qancha to'liq ma'lumot bersak, shunda quruvchida muammo bo'lmaydi, tushunmovchilik va xatolik bo'lmaydi. Endi qirqimga kelamiz. Mana namuna yana loyihadan. Endi qirqim. Qirqim nima? Qirqim faqat plan bilan, ya'ni tarix bilan hammasini ko'rsata olmaymiz. Demak, ko'rsatish uchun oldingi aytgandek qirqimlar, tugunlar yoki bo'laklar kerak bo'ladi, fragmentlar. O'sha ko'p jihatdan planda ko'rsatib bo'lmagan narsalarni, masalan, pol sathini, qavatlar balandligini qayerdan ko'rsatamiz? Yozib qo'ysakgina ular sathlar o'zgarishi bo'lishi mumkin, zinalarni ko'rinishini ko'rsata olmaymiz tarix bilan. Tarix bilan chegaralanib hammasini namoyon qilib bo'lmaydi. Shuning uchun yana nima kerak? Qirqim kerak. Qirqimda demak, endi qirqim nima? Qirqim mana shu binoyimizni hayoliy vertikal kesimining qog'ozdagi proyeksiyasi. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Shu joydan kesim berildi deyilgan. Demak, biz endi uni kesimini qidirishimiz kerak hamda mana shu bir bilan yozilgan kesimni tanlashimiz kerak. O'sha kesim shu joydagi kesim ko'rsatadi. To'g'ri, bu buni qirqim emas, u boshqa bino, bu boshqa bino-ku. Lekin demak, qirqimdan foydalanib biz binoni yana ham yaqqol ko'rsatkichlarni, parametrlarini ko'rishimiz mumkin. Bunda demak o'qlardan foydalaniladi. Loyihani qilishda ham, qirqim qilishda ham o'qlar nima uchun kerak? O'qlar koordinata o'qlari. Ya'ni uni nima desak bo'ladi? Harakatlanish uchun, chizmada harakatlanish uchun sanoq boshi. Bino mana sanoq boshi deylik. Sanoq boshlari ko'pincha qatga qo'yiladi. Sanoq boshlari asosan yuk ko'taruvchi elementlarga qo'yiladi. Demak, yuk ko'taruvchi elementlar qayerda bo'lsa, demak uni o'q chiziq o'sha joyda kesib o'tish kerak. Agar bino devor ikkinchi darajali bo'lsa yoki boshqa element ikkinchi darajali bo'lsa, undan o'q kesib o'tmaydi. Faqat yuk ko'tariladigan har qanday konstruksiyani o'q chizig'i bilan kesishtiradi. Shunda o'qlar belgilanadi. Demak, bo'ylama o'qlar bu qadam deyiladi. Ko'ndalang o'qlar bu oraliq deyiladi, ya'ni prolyot. Demak, bo'ylama o'qlar son bilan sanab o'tilsa, 1, 2, 3, ya'ni qadamlar, oraliqlar harflar bilan belgilanadi. Demak, loyiha chizganda doim mana birinchi ko'rgan bo'lsanglar, har doim albatta o'qlar chapdan o'ngga sanoq boshlanadi pastdan balandlikka. Pastdan yuqoriga sanoqlanadi hamda chapdan o'ngga.
belgilab boriladi. Ho'p, buni chuqur amaliyot darslarimizda ko'rib o'tamiz. Endi e, mavzuyimizni rejamiz bo'yicha ikkinchisi bu loyihalash sxemalari. Loyihalash sxemalari nima degani? Loyihalash sxemalari e, bu binoni loyihalashimizdan oldin bizga sxematik bog'liqligini tuzib chiqishimiz kerak. Sxematik bog'liqlik nima? Ya'ni binoni e, xonalarni hammasini ahamiyatli tomoni bor. Masalan, asosiy xonalar, yordamchi xonalar, xizmat ko'rsatuvchi maydonlar, bo'laklar. Bularni bir-biriga bog'liqligini e, loyihalaganimizda ma'lum ketma-ketligida qo'yib boramiz. Shu ketma-ketlikni sxema deb nomlanadi. Mana aytaylik, sxemalarni turlarini ko'rsatilgan loyihalash sxemalari. Seksiyali, ya'ni podyezdli, koridorli, galereyali, atriumli, anfiladli ko'rasizlar, markazlashgan, zalli, yacheykali, pavilyonli, oraliqli aralash. Bu ro'yxat sizlarga hech narsa bermaydi. Uni qachonki sxematik ko'rinishini ko'rmaguningcha tushunmaysizlar. Mana u sxemalar ham demak ma'lum binolarda ma'lum bir sxema ishlatiladi, boshqa binolarda boshqa sxema ishlatiladi. Masalan, eng ko'pi demak jamoat binolarida sxematik loyihalash sxemalari qo'llaniladi. Mana bu yerda qator sxemalar berilgan, loyihalash sxemalari. Mana birinchisi koridor, mana koridorlik. Nimaga koridorli sxema? Koridorli sxema o'rtada koridor ketyapti yoki bu chekkada bir tomonlama koridor, mana o'si ikki tomonlama koridor. Ikki tomonda asosiy xonalar joylashgan bo'lsa, demak ikki tomonlama koridor bo'ladi, bunisi bir tomonlama koridor. Demak, maktablarda, kasalxonalarda, ma'muriy binolarda bu sxema qo'llaniladi. Sxema qo'llanadi. Uni ya'ni qayerdaki asosiy xonalar soni ko'p bo'lsa, ularni bir-biriga bog'lash, ketma-ket bog'lash uchun koridorli sxema tanlanadi. Turar joy binodachi? Turar joy binoda mana seksiyali. Chunki asosiy xonalarni, ya'ni seksiyali podyezdli loyihalash sxemasi qanaqa? Uni ta'rifi shunaqaki, demak, markazlash, ya'ni bir xildagi xonalarni joylashuv sxemasi vertikal bo'yicha markaziy bog'langan o'zakka bog'langan bo'ladi. Ya'ni o'zak sifatida bu yerda zina yoki lift xizmat qiladi hamda bu loyiha, ya'ni xonalarning joylashuvi qavatlarda takrorlanib chiqadi. Bu takrorlanish bitta o'q bilan bog'langan bo'ladi. Buni seksiyali loyihalash sxemasi deyiladi. Ya'ni buni turar joy binoning koridorligi ham bor. Yotoqxonalarda ishlatadi koridorlik yoki bir xonali uylarda ishlatiladi. Galereyalarda ishlatiladi. Galereyalik, ya'ni galereyalik loyihalash sxemasi qanaqa? U koridorlik loyihalash sxemasini ochiq koridor bo'lsa, galereya deyiladi. Mana rasmda ko'rsataman sizlarga. Mana shu galereyalik koridorli sxema. Ya'ni galereya deb qachon aytiladi? Qachonki koridor ochiq bo'lsa. Demak, turar joy shunaqa koridorli sxemasi bor. Asosan turar joylar ko'proq nima ishlatilar ekan? Podyezdli, ya'ni seksiyali ko'rinishi ishlatilar ekan. Mana bu ko'rinishi. O'shaning uchun ham bir seksiyali uylar bor, ko'p seksiyali uylar bor, bilasizlar. Mnogoetajные здания, многосекционные deydi. Demak, ko'p podyezdli uylar. Demak, u seksiyali loyihalash sxemasida qo'llanilgan ekan. Endi loyihamiz bo'yicha galereyali tushundik. Atriumli loyiha nima degani? Atriumli loyiha bu atriumli loyiha hozir ko'rsataman. Atriumli loyiha bu yerda chizmasi yo'q ekan. Demak, biz buning uchun anaqadan foydalanamiz, chizmadan foydalanamiz. Aytaylik, mana sxematik ko'rinishda bino bor deylik. Mana bino deylik. Bino old qismidan mana bitta binoni ko'ndalang kesimini ko'rsatyapman. Bu yerda demak nima bor deylik, balkonlar bor deylik. Mana mehmonxona tasavvur qilaylik, mehmonxona. Mehmonxona qavatlari bor, to'g'rimi? Qavatlari bor. Qavatlari bor. Endi planni ko'rsataylik buni. Plani aytaylik, mana bino.